Va nihoyat yangilangan DCU olamining ikkinchi filmi, ya'ni Supergirl filmi taqdim etildi. Lekin film ko'rishga arziydimi? Nahotki James Gunn Galaksiya qo'riqchilari filmiga taqlid qilyapti? Va nega men bu filmni yomon deb baholadim? Ushbu video davomida aynan shu savollarga javob olasiz, hamda filmni spoilersiz tahlilini tomosha qilasiz. Shunday ekan siz obuna bo'ling, men esa videoni boshladim. Supergirl filmi iyul oyining 26-sanasidan katta ekranlarda taqdim etilishni boshladi va James Gunn bizga bu film Galaksiya qo'riqchilari filmining atmosferasini yaratib bera olishini va'da qilgan edi. Lekin buni qarangki, men bu filmni tomosha qilish mobaynida qo'riqchilardan ko'ra ko'proq David Corenswet ijrosidagi Superman filmining muhitini his qilgandek bo'ldim. Nega? Chunki film davomida juda ko'plab ochiq kosmosdagi sahnalar, har xil sayyoralardagi turli voqealar hamda bir-biridan mutlaqo farq qiluvchi mavjudotlar ko'rsatilgan. Ranglar uyg'unligi va rang-baranglik ham aynan Galaksiya qo'riqchilari muhitiga o'xshash qilingan. Biroq shunchaki kosmik vizual va ranglar jilosi yetarli bo'lmagan. Balki unda personajlarning bir-biriga bo'lgan samimiyligi, biroz tentaknamo va his-tuyg'ularga boy bo'lgan hazillar filmni qo'riqchilar darajasiga chiqarishi mumkin edi. Lekin Supergirl filmida bunday narsalar deyarli yo'q. Film rejissyori ko'proq Krypton Wars'ning ichki kechinmalariga va buyuk mas'uliyatni his qilishiga urg'u bergan. Yana ta'kidlashim mumkinki, film rejissyori James Gunn emas, balki Craig Gillespie. U bundan oldin biz bilgan Emma Stone ijrosidagi Cruella filmiga rejissyorlik qilgan va bilamizki, uning stili anchagina qorong'u va psixologiya bilan bog'liq ko'rinishda. Balkim aynan James Gunn Supergirl rejissyoridan biroz yorqin va kosmik film suratga olishni talab qilgan. U esa bosim ostida shunday filmni ommaga e'tirof qilgan. Lekin rostdan ham men filmni Superman filmiga qiyoslay oldim va hattoki shaxsan Supermanning o'zi ham film davomida 4 bora ko'rinish bergan. Ulardan 3tasi filmning boshlang'ich qismida bo'lgan bo'lsa, bittasi titrlardan keyingi sahnada ijro etilgan. Supergirl filmida titrlardan keyingi bitta sahna mavjud. Hamda bu sahna mening fikrimcha DCU olamining kelajagi uchun muhim sahna bo'lib xizmat qilgan. Filmdagi yorqinlik, Supergirlning biroz kuchsiz ekanligi hamda jang sahnalarining kamligi menimcha filmni biroz zerikarli qilib qo'ygan nazarimda. Biroq biz filmdan ko'pgina ma'lumotlarni ham qabul qilib olishimiz mumkin. Masalan, DCU olamining qizil quyoshi, Superman, Supergirl umuman olganda barcha kriptolik qahramonlarni oddiy odam darajasida zaif va kuchsiz qilib qo'ya olar ekan. Sariq quyosh, ya'ni xuddi bizning quyoshimiz kabilar esa ularning kuchlarini bir necha barobar oshirish uchun emas, balkim ular kuchlarga ega bo'lishi uchun xizmat qilar ekan. Yana yashil rangli quyosh ham film davomida bir bora ko'rinish berdi va bu quyosh xuddi unga kriptonit toshi kabi ta'sir qildi, ya'ni uning kuchsizlanishiga, zarar yeyishiga sababchi bo'ldi. Aktyorlar ijrosiga keladigan bo'lsak, menimcha Millie Alcock Supergirl rolini ancha yaxshi ijro etgan, o'ziga ishongan, hamma narsaga befarq bo'lgan, ammo o'zi sevgan insonlar va jonzotlar uchun jonini fido eta oladigan qiz rolini uchundan ham u darajada yomon ijro etmagan. Lekin Supergirl filmining treylerlari taqdim etilganidan so'ng hamda filmning o'zi taqdim etilgach, ijtimoiy tarmoq yurituvchilari va ba'zi Supergirl muxlislari uni bu rol uchun tanlanganini juda katta tanqidlar bilan yomonlashdi va buni tom ma'noda qabul qila olishmadi. Ularning fikrlashi va ta'kidlashi bo'yicha Supergirl nafaqat kuchli, kelishgan, o'ziga ishongan qiz bo'lishi, balkim bu bilan birgalikda chiroyli ham bo'lishi kerak ekan. Lekin ko'rib turibmizki, Millie Alcock u darajada chiroyli emas. Bir tomondan olib qaraydigan bo'lsak, ularning gapida ham jon bor. Oldingi Supergirl qatnashgan barcha filmlar, seriallar, multfilmlar hamda komikslarga nazar tashlaydigan bo'lsak, ulardagi barcha Supergirl personajlarining ijro etuvchi aktrisalari va chizilgan chizmalari juda chiroyli va yoqimtoy qilib tasvirlangan. Ammo tanganing ikkinchi tomoni ham mavjud. Ya'ni biz agar film kasti uchun qandaydir chiroyli, lekin umuman iste'dodga ega bo'lmagan aktrisani tanlab olganimizda, bu film chiroyli, biroq mutlaqo ma'nosiz bo'lib qolar edi va menimcha bu rol uchun Millie Alcock ideal tanlov bo'lgan. Shu zaylda men yana bir kast uchun alohida to'xtalib o'tishni taklif qilaman. Jason Momoa ijrosidagi Lobo personajining kasti uchun tan olaman. Jason Momoa bu rolni qoyilmaqom ijro etgan, lekin negadir uning sahna vaqti biroz yetishmay qolgandek tuyuldi. U nimalar qila oladi? Uning kuchlari qanday va zaifliklari nimada? Bularni tushunib olishimiz uchun deyarli bizga vaqt ajratilmadi. Lekin u haqida sizlar uchun komiks olamidagi bir necha ma'lumotlarni aytib o'tishim mumkin. Masalan, uning tanasi juda kuchli va juda tezkor regeneratsiyaga ega. U juda tez tiklana oladi va jarohatlardan qo'rqmaydi. U DC Comics olamidagi yollanma qotil. U pul evaziga istalgan qahramon, yovuz va hattoki mega darajadagilarni ham yo'q qila oladi.
Hattoki ba'zi komikslarda Lex Luthor Loboni Supermanni yo'q qilish uchun ham bir necha bor yollagan. Xullas, James Gunnning olami har ikkala film bilan bizga ideal qahramonlarning qanday bo'lishini, ular xuddi xudolarga tenglashtirilishini emas, ular ham oddiy odamlarga o'xshab zaif tomonlarga ham ega bo'lishlarini, ularda ham kundalik muammolar bo'lishini, ba'zida ularga ham yordam qo'llari kerak bo'lib qolishini ko'rsatib berishga harakat qilmoqda. Lekin shaxsan men Henry Cavill ijrosidagi Supermanga, eski DC olamiga va ideal super qahramonlarga o'rganib qolganim uchunmi bilmadim. James Gunnning har ikkala filmini qabul qilishim biroz qiyin bo'lyapti. Supergirl filmini esa belgilar va bog'lanishlar uchun albatta yuqori sifatda qayta tomosha qilib chiqaman va raqamli formati taqdim etilgach, spoilerli tahlilini ham taqdim qilaman. Ishonishingiz mumkin, bu film ichida DCU olamining juda ko'plab keyingi loyihalari uchun belgilar qoldirib o'tilgan. Mayli, sizlar bilan Kino Time bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.